Xivaxon Isfandiyorxon, Yunon afsonalaridagi Gerakl, Firdavsiyning Shohnoma asari, o'zbek va tojiklar qo'llanadigan Isfandiyorovich, Isfandiyorov, Isfandiyor kabi ism-familiyalar o'rtasida qanday tarixiy bog'liqlik bor? Gap shundaki, Isfandiyor ismi oddiy ism emas, u ming yillik tarix, e'tiqod va madaniy almashinuvlarni o'zida aks ettiruvchi ko'zgudir. Uning ildizlari qadimgi Eron dunyosiga borib taqaladi. Avesto matnlarida u Spendodata, ya'ni muqaddas tomonidan in'om etilgan deb talaffuz qilingan. Vaqt o'tishi bilan u shaklan o'zgarib bordi. O'rta Fors manbalarida uni Spandadat yoki Spandigat shaklida uchratamiz. Lekin keyinchalik u fors, arab va turkiy an'analar orqali bizga tanish bo'lgan Isfandiyor jarangini olgan. Firdavsiyning Shohnomasida Isfandiyor fojiali taqdir kutayotgan qahramon, deyarli yengilmas jangchi sifatida namoyon bo'ladi. Uning qahramonliklari Yunon mifologiyasidagi Geraklning jasoratlari kabi 7 buyuk sinov, mardlik va sadoqat ramziga aylangan. Biroq shu bilan birga uning qissasi inson hayotining fojiasini eslatadi. Hatto eng kuchli va baxtli insonlar ham taqdirga bo'ysunishga majburdirlar. Afsona va she'riyat orqali ism kundalik hayotga kirib kelgan. Qadim zamonlardayoq uni hukmdorlar va olimlar o'zlariga olishgan. Keyinchalik esa u turli xalqlarda jonli an'ananing bir qismiga aylangan. Anadoluda Isfandiyor o'gullari bekligini, O'rta Osiyoda shu nomdagi hukmdorlarni uchratamiz. Masalan, Xivada o'zbek qo'ng'irotlari sulolasidan bo'lgan Isfandiyorxonni. O'zbeklar va tojiklarda bu ism fors merosi bilan bog'liqlikni eslatuvchi unsur bo'lgan. Ism go'yo uzoq yo'lni bosib o'tgandek. Avvaliga u ne'mat, keyin dostondagi qahramonlik timsoli, so'ngra sulolaviy ramz bo'lib, oxir oqibat turli mamlakatlardagi o'g'il bolalar uchun oddiy ammo faxrli ismga aylangan.